Umid Nuri xususiy pansionati. Bu yer juda qimmat, hashamatli, lekin juda sovuq joy edi. Bu yerga boylar o'zlarining keraksiz bo'lib qolgan ota-onalarni tashlab ketishardi. 26 yoshli Madina bu yerda oddiy hamshira bo'lib ishlardi. Uning ishi og'ir edi. Injiq qariyalarga qarash, dorilarni berish, tagini tozalash. Lekin u nolimasdi, chunki uyda onasi kasal, ukasi esa talaba edi. Ularni boqish Madinaning zimmasida edi. Eng qiyin bemor onxonada yotadigan Alisher aka edi. Alisher aka 65 yoshda. Bir paytlar u shaharning eng katta qurilish imperiyasiga egalik qilgan milliarder bo'lgan. Hozir esa hamma uni aqldan ozgan deb hisoblardi. U xonasidan chiqmasdi. Ovqatni tokib tashlab soatlab gapirardi. Hamma hamshiralar undan qochardi. Faqat Madina unga sabr bilan qarardi. Bir kuni Alisher akaning farzandlari o'g'li Bobur va qizi Lola kelishdi. Ular otasini emas, hujjatga qo'l qo'ydirgani kelishgandi. Bobur 40 yoshlarda og'ziga bino qo'ygan. Qimmat kostyumdagi takabbur erkak Lola sun'iy go'zallik, butun vujudi tillarga burkangan ayol ular palataga kirishdi. Madina dori tayyorlab burchakda turardi. "Dadajon", dedi Lola soxta mehribonlik bilan, "qarang, sizga nima olib keldik banan. Siz yaxshi ko'rasiz-ku." Alisher aka ularga bosh ko'zlari bilan qaradi va birdan kulib yubordi. Solaklari oqib ketdi. Bobur chirkanib yuzini o'girdi. "Uf, buning hidi sassiq", dedi u singlisiga pichirlab. "Tezroq qo'l qo'ydir, ketaylik." Bobur otasining oldiga bitta qog'ozni qo'ydi. "Dada, mana bu yerga. H degan joyga imzo qo'ying. Bu shunchaki doktorlarning ruxsatnomasi. Aslida bu kompaniyani to'liq Boburning nomiga o'tkazish hujjati edi." Alisher aka qalamni oldi, qo'li qaltiradi. U qog'ozni chizib tashladi va qalamni Boburning yuziga otib yubordi. "Yo'qol", deb baqirdi chol tushuniksiz ovozda. "Yo'qol shaytonlar." Boburning jahli chiqdi. U otasining yelkasidan siltadi. "Imzo qo'yasan, chol. Bo'lmasa seni ruhiy kasallar shifoxonasiga tiqtiraman." Umring bog'langan holda otadi. "To'xtang." Madina chiday olmadi. U yugurib kelib Boburning holini itarib yubordi. "Nima qilyapsiz? U sizning otangiz-ku. Unga tegmang." Bobur Madinaga tikildi. "Sen kimsan?" "O'zi oddiy xizmatkor. Hoziroq bosh shifokorga aytib, seni ishdan haydataman, ko'chada qolasan." Ular chiqib ketishdi. Madina polga o'tirib yugiladi. Agar ishdan ketsa, onasining dorilarini kim oladi? Kechqurun Madina Alisher akaning xonasini tozalayotgandi. Uning ko'zlarida yosh bor edi. "Nega yig'layapsan, qizim?" Madina cho'chib tushdi. Ovoz bu ovoz qaltiroq va telba cholning ovozi emasdi. Bu qat'iy, chuqur va tiniq ovoz edi. U Alisher akaga qaradi. Chol karavotda o'tirardi. Uning nigohi tiniq, ko'zlarida aql charaqlab turardi. U belini tik tutib o'tirardi. "Siz gapiryapsizmi?" dedi Madina hayratdan. "Men har doim gapirganman", dedi Alisher aka jilmayib. "Faqat eshitadigan odam yo'q edi. Lekin hamma sizni telba deb o'ylaydimi?" Alisher aka stulga o'tib o'tirdi. "Bu mening o'yinim, Madina. Men bolalarimni sinadim. Ularga nima kerakligini bilmoqchi edim. Otasimi yoki otasining yarimi? Va ular sinovdan o'ta olishmadi", dedi Madina past ovozda. "Afsuski, yo'q. Ular meni tiriklangin tomibdi. Ular kompaniyani bo'lib olib, keyin meni eng arzon davlat shifoxonasiga tashlashmoqchi. Men buni bilaman." Alisher aka Madinaga tikildi. "Bugun meni himoya qilding. O'z ishingni yo'qotishdan qo'rqmay meni himoya qilding. Nega?" "Chunki bu insofsizlik", dedi Madina. "Siz ojizsiz. Ular esa men ojiz emasman", dedi Alisher aka ko'zini qisib. "Men shunchaki charchaganman va menga yordamchi kerak. Men yordam beraman. Yo'q, dori berishda emas. Menga sherik." Keyin sekin Madinaga yaqinlashdi. Madina ko'zlarini mahkam yumib oldi. Qo'llari bilan ko'ylagining gijimladi. "Ko'zingni och, Madina", dedi Hikmat aka past ovozda. Madina ko'zini ochdi. Hikmat aka unga shahvat bilan emas, balki qandaydir charchoq va umid bilan qarab turardi. U cho'ntagidan pichoq yoki dorilar emas, balki bir bo'g'lam kalit va eski charm daftar chiqardi. "Kiyimingni yechishing shart emas", dedi u stulga o'tirib. "Bugun va umuman hech qachon senga erkak sifatida tegmayman." Madina hayratdan qotib qoldi. "Tushunmadim men. Senga uylandim chunki men olyapman, qizim." Hikmat aka og'ir xo'rsindi. "Menda so'nggi bosqich. Shifokorlar 1 oy, balki 2 oy vaqtim borligini aytishdi." "Unda nega uylandingiz?" "Chunki men olganimdan keyin bu uydagi sirlar ochilmay qolishdan qo'rqaman. Jiyanim Jamshid u maxluq. U mening olishimni kutayapti. U mening boyligimni olib, o'zining iflos ishlarini davom ettirmoqchi." "Qanaqa ishlar?" "Jamshid qurilishda sement va armaturadan o'g'irlaydi.
U qurgan uylar, ular xavfli. Olgan yili bitta bino qulab tushdi, 5 kishi oldi. Jamshid buni bosdi qildi. Aybni boshqalarga tonkadi. Men buni kech bildim. Endi esa u meni yo'q qilib kompaniyani to'liq egallamoqchi. Agar u boshliq bo'lsa, butun shahar xavf ostida qoladi. Yuzlab uylar qulab tushishi mumkin. Hikmat aka Madinaga daftarni uzatdi. Bu yerda hamma dalillar bor. Jamshidning o'g'irliklari, poralari, soxta hujjatlari. Men buni politsiyaga bera olmayman, chunki politsiyada ham uning odamlari bor. Men olganimdan keyin bu daftarni faqat ishonchli odam prokuraturaning maxsus bo'limiga yetkazish kerak. Nega men? Deb so'radi Madina titrab. Men shunchaki o'qituvchiman. Chunki sen halolsan. Va eng muhimi sen endi mening qonuniy xotinimsan. Mening vasiyatim bo'yicha hamma narsa senga qoladi. Jamshid senga tegishga qoqadi. Chunki agar senga biror narsa bo'lsa, shubha darhol unga tushadi. Hikmat aka Madinaning qoliga kalitlarni tutkazdi. Bu xonaning kaliti. Bugundan boshlab sen bu yerda yashaysan. Men esa kabinetda uxlayman. Lekin hamma bizni er-xotin deb o'ylash kerak. Jamshid bizni kuzatadi. Sen rol o'ynashing kerak, Madina. Baxtli kelinchak rolini. Agar Jamshid bilsa-chi? Agar bilsa, Hikmat akaning yuzi qoraydi. Ikkimizni ham oshi qurilayotgan betonlar orasiga ko'mib yuboradi. Shuning uchun ehtiyot bor. Bu uyda devorlarning ham quloqi bor. Madina oshi tunda uxlay olmadi. U dabdabali kasrda emas, minalashtirilgan maydonda turgandek edi. Soat tungi 3. Oqoq bo'lganda yo'lakda galati tovush eshitildi. Xuddi kimdir polda sudralayotgandek. Madina o'rnidan turib eshikka qulog'ini tutdi. Tovushlar yaqinlashdi va uning eshigi tagida to'xtadi. Eshik tutki-sekin juda ehtiyotkorlik bilan pastga bosildi. Madina nafasini ichiga yutdi. Hikmat aka eshikni ichkaridan qulflashni aytgandi va u shunday qilgandi. Eshik ochilmadi. Tashqaridan kimdir past ovozda sokindi. Bu Jamshidning ovozi edi. Shoshmay tur o'qituvchi, dedi u eshik ortidan shivirlab, baribir qo'limga tushasan. Togam olgandan keyin sen bilan shaxsan o'zim shukllanaman. Jamshidning qadam tovushlari uzoqlashdi. Madina tushundiki, uning hayoti endi qil ustida turibdi. Bu uyda u ovchi emas, olja edi. Ertasi kuni ertalab nonushta vaqti. Dasturxon atrofida Hikmat aka, Madina va Jamshid o'tirardi. Jamshid Madinaga tikilib soxta tabassum qildi. Kelinoyi tun yaxshi otdimi? Togam sizni qattiq charchab qo'ymadilarmi? Madina qo'lidagi qoshiqni mahkam siqdi. U qo'rquvni ko'rsatmasligi kerak edi. Hammasi ajoyib, Jamshid aka, dedi u jilmayib, ichidan yiglasa ham togangiz juda mehribon inson ekanlar. Hikmat aka Madinaning qo'lidan ushlab qo'ydi. Bol barakalla rolga kirishding degani edi. Shu payt xizmatkor ayol choy olib keldi. Madina payqadi. Xizmatkorning qo'llari qaltirardi. U choynakni Hikmat akaning oldiga qo'ya yotib, o'zlari bilan ichmang degan ishorani qildi va tezda chiqib ketdi. Madina buni sezdi. Hikmat aka piyolani labiga olib bordi. To'xtang, dedi Madina baland ovozda va Hikmat akaning qo'lidan piyolani urib yubordi. Choy dasturxonga to'kildi. Gilam ustiga tushgan choydan galati oq kopik chiqdi. Zahar Jamshid o'rnidan sakrab turdi. Sen nima qilyapsan, jinni? Madina Jamshidga tik qaradi. Bu choyda nima bor edi, Jamshid aka? Nega xizmatkor qoqib ketdi? Jamshidning ko'zlari qisildi. U endi o'yin o'ynamasdi. Sen ko'p narsaga aralashyapsan. Kelinoyi, bu uyda qiziqlarning umri qisqa bo'ladi. Hikmat aka o'rnidan turdi. Uning yuzi gazabdan qizarib ketgandi. Yo'qol, deb baqirdi u Jamshidga. Kozimdan yo'qol. Jamshid kuldi. Sovuq va vahshiy kulgu. Men ketaman to'yga, lekin uzoqqa emas. Sizning vaqtingiz oz qoldi. Dori ichasizmi, choy ichasizmi, farqi yo'q. Soat millari sanalyapti. Jamshid chiqib ketdi. Hikmat aka yuragini ushlab stulga yiqildi. Dorimni ber, dedi u xirillab. Madina uning cho'ntagidan dori olib bermoqchi bo'ldi, lekin Hikmat aka uning holini ushladi. Yo'q, bu dorini emas, seyfagisini ol. Jamshid mening dori qutimni almashtirib qo'ygan bo'lishi mumkin. Madina seyfni ochib yangi dori berdi. Hikmat aka biroz og'ziga keldi. Ko'rdingmi, Madina? Urush boshlandi, endi orqaga yo'q. Biz yo yutamiz yoki olamiz. Oha voqeadan keyin choydagi zahar Hikmat aka va Madina oshxonalariga qamalib olishdi. Ular tushunishdiki, Jamshid endi ochiqchasiga harakat qiladi. Hikmat aka maxfiy telefonidan kimgadir qo'ng'iroq qildi. Polkovnik, vaqt keldi, dedi u qisqa qilib. Bugun tunda operatsiyani boshlaymiz. Hikmat aka Madinaga yuzlandi. Madina, bugun men olaman. Madina cho'chib tushdi. Nima? Qorma, bu shunchaki o'yin. Men maxsus dori ichaman. U yurak urishimni juda sekinlashtiradi.
Tanam sovib, nafasim deyarli sezilmay qoladi. Jamshid kirganda u meni oldi deb o'ylaydi. Uning maqsadi seyfdagi qora daftarni va sening imzongni olish. U og'zini his qilgan paytda eng katta xatosini qiladi. Hikmat aka seyfdan oshi daftarni olib, stol ustiga ko'rinarli joyga qo'ydi. Sening vazifang rolni oxirigacha o'ynash. Yigla, yolvor, qo'rq. Jamshid sening singaningni ko'rish kerak. U shundagina ehtiyotkorlikni unutib, hamma narsani bo'yniga oladi. Dilshodbek erimdan ko'p mehr berardi, chunki qaynonamga o'xshagan edi. Erni ukasi yaxshi bola edi. Qaynonam va qaynotam Jizzaxga zomlikani ketishdi. 5 kunga uyda erimni ukasi bilan qoldik. Katta hovlida hovlini suproqandim. Emni ukasi orqamdan kelib quchoqladi. Kelin oyi menga 1 kunlik vaqtingizni bakishlaydi. Sizni bedoringizga toy bo'lay, chunki sizni yoqtirib qolganman deb bo'ynimdan olibdi. Men shokda edim, lekin o'zimga ham juda yoqib ketdi. Chunki 1 yil erkakmadim. O'zimga ham yoqib qoldi. Erini ukasi quchoqlab olib, umuman qo'yib yubormadi. Hasanchalarimdan boshladi. Oq deya maza qilardim. O'zim ham yoqishib ketdim. Quchoqlab qarib oldida. Xonaga olib kirib ketdi. Spalninga yotqizdi. Ey, nima qilyapsiz? Dilshodbek degandim, hozir ko'rasiz kelin oyi deb ustidagi kiyimlarni yechdi. Bitta tursida qolib menga yopishib ketdi. O'zim ham qarshilik qilmadim. Juda xohlab turgandim. Rosi ustimga chiqib Hasan-Husanchalarimni yeza boshladi. Oq deya maza qilardim. Sekin meni yechindirdi. Yechindim. Sirazi pastga qarab tushib ketdi. Ikkita uyogimni ochib pomidordan yala boshladi. Oqma maza qildim. Lekin Dilshodbekni go'sht kaltagi qattiq turib ketdi. Sekin tika boshladi. 7-osmonga uchganimni tasavvur qildim. 2 soat tindirmay yotdik. Ichlarimga tashlab yubordi. Shunchalar maza edi. Qaynukam ham rohatlandi. Ishni bajarib bo'lib yuvinib bo'ldik. Kech tushdi. Ovqatlanib bo'ldik. Yana kelib yopishib ketdi. Eri bilan mening yotoqxonamizga kirdik. Yana ijodni boshladik. Eri xotindek yotdik qaynukam bilan. Hech bunday mazza qilmagandim. Imdan ko'p mehr shu qaynukkamdan oldim. O'rganib qol qaynan.